Yurtimizda yoz faslining jaziramasi xalq tili bilan aytganda chilla deb ataluvchi mavsum davom etmoqda. Joriy yilning 11-18 iyul kunlari esa mamlakatimiz bo'ylab havo harorati odatdagidan ko'ra issiqroq bo'lishi kutilayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Bunga oydinlik kiritish maqsadida biz O'zgidrometeorologiya markazi mutaxassisi bilan telefon orqali bog'landik. 11-18 iyul kunlari respublikamiz bo'ylab anomal issiq bo'lishi kutilmoqda. Anomal issiq bir necha kun ichida o'rtacha havo haroratining 5, 10 va undan yuqori gradusga ko'tarilishini anglatadi. Anomal issiq davrida kechasi havo harorati 24-27 daraja atrofida, kunduzi 39-42 daraja atrofida bo'ladi. Respublikamizning janubiy hamda cho'l zonalarida esa kechasi 30-32 daraja, kunduzi 43-45 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Bu yoz o'rtasi uchun o'rtacha ko'p yillik ko'rsatkichlardan 5-7 daraja yuqori hisoblanadi. Bu davrda Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida garmsel bo'lishi mumkin. 11-18 iyulda respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida harorat fonining ko'tarilishi hisobiga Tojikiston va Qirg'iziston hududlaridan muzli sel toshqinlarining o'tishi kutilmoqda. O'zbekistondagi bunday issiq havoni atmosferadagi janubiy-g'arbiy oqimlar keltirib chiqarmoqda. Issiq havo harorati esa respublikamiz hududiga Eron hududlaridan kirib kelmoqda.